Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimizni sonlikasini tugatdik. Manzili Farg'ona viloyati Oltiariqqa Salimjon Onaxoniga olib kelib ustolovka qilib berdik. Xo'p, bu joylarga mo'kasini qo'yganmiz, smart mo'ka, qayerlarga uzun taxirlarni qo'yib berganmiz. Bu tepasiga sushurka qo'yib berganmiz, qora sushurkada. Hali derinligini atroflarini urab, tepalarni ham qulupli variant qilib berganmiz. Xo'p, bu joyga tezak qo'shimlar bor. Karadenizdan mahsulot olinadi, bu joyda yuviladi, to'g'raladi, pishiriladi, bu yoqda so'ng tuzilgan variant qilib bergan. Gaz plitalar ham Popni firmaniki, vitishkalar Zifler firmaniki, ular montajlarini chiqarib, hamma tayyor qilib berganmiz. Resiksiz 2 marta o'chadi, bo'lmasa 1 marta o'chadi. Orqa tarkiblari 1.20 lik Xitoyda granitdan qilib berganmiz. LED chiroqlariga e'tibor berib, montajlarni qilib, ular bu yoq tayyor qilib berdi. Bu joylarga sochib beshikka qilib berganmiz, sochib, shunga o'xshash narsalar insa bo'laveradi. Bu joyda zakat qiladigan bo'ladi. Buyuk degasiniki. Xo'p, bakaling ishlari bizniki. Barniz stoykasi. Barniz stoykasi ham mebel ichida bo'lgan. Bu joylarga 3 pul qilib bergan. Materiallarga keladigan bo'lsak, stalish shifrasi rossiyskiy 308 ning eng qalinroq qo'yib berganmiz. Kedr firmali. Korpuslar rossiyskiy keramik laminatdan foydalanganmiz. Oldi fasadlari 100% lik krashikni endi metallsiy kraska sepilgan. Xo'p, to'liq kromkalar korpuslari 100% to'liq kromka. Oldida torsa, bunlarda torsa chiqayotganlar bo'lmaydi. Ruchkalari kuydirishga qo'yib berganmiz temirligidan. Osha-moshalari davchi va ko'tarish ishlashlari 78 kg bemalol ko'taradi. 2 ta g'aladan qo'yganmiz, o'rtasiga duxovkasi bilan mikrovalnovkasiga joy qo'yilgan. Duxovkasi pastda, hozir tepasiga olsa bo'ladi, ikkovini mo'ljalni olib qo'yganmiz. Xo'p, tepalarning begasi nima qag'aligini istab yurmaydigan variant qilib bering dedi. Oldlarini oynali qilib, ichlarini qo'lkali qilib berdik. Qayda nima suvgan bo'lsa, ko'rib turib, ochib oladigan variantga qilib berdik. Tepalari antiqso'li, tepaga ochiladigan eshik bo'lgan. Bo'yingiz yetmayapti, stolga qo'yib chiqib ishlatadi. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Like, podpiska boshqa esdan chiqmasin. 1 pagina metri 4 million so'mdan bo'lgan, mebelni o'zi 20 million so'm bo'lgan. Gaz plitasi, vitishkasi, smart mo'kasi, sushurkasi, musul paxiri, qoshiq paddoni, dastavkasi, ustolovkasi bo'lib 3 million so'm qo'shilgan. Общий summasi 23 million so'mga tayyor bo'lgan oshxona mebelimiz. Bir ko'ringlar.